Nafisa do'stimizni shu uyga kelin qildik endi. Qag'inni endi o'zingizni qo'llaringiz, qo'llaringizni chaqqan qilib do'stim. Qilamiz bizga telefon qilsangiz o'zimiz qilish birimiz emas. Jumada qachonsiz ish qilish chivanchi so'qiladi. Voy men yeni keldim deb turib boshladim. Yo, pana vallahi qo'z chiqarib yetibsizlar-ku. Denzamga yo'q qo'yinglar. Lekin Nafisaning yigitni uyga kirganini faal qilib beraman deb qo'ysam, lekin bu Nafisa bilan Farruxning julisi bo'laymikin men. Nechaqdan beri molda denzallar yo'qdi, nim bo'ldi? Bir kechada qoidadan qo'liq vatinglar-ku bizni. Ha, bo'libdi. Mana sizlar kutgan Nafisaning Farruxning uyga kirgan vlog keldi. Bu kuni shu jinim do'stim bunday daqiqasi yomg'irlarda sen aqchan darvozani oldig'im chiqib mashina to'saplanmaysan. Men seni og'il boray deb jinim do'stim o'ziniki shu muhim kunlardami yana meni og'il keldi. Do'st degan mushunda bo'lsa, shuningdan mana Nafisamo qalblik holatda ko'ta narsalarning hammasini elib Farruxjon apandimniki chiroyli uyining oldiga keldi. Shuning bilan mana bu yerda biz degan o'zimizni xijil bo'lib tantirab, men u xijil bo'lib tantirab ketmayman endi. Mening aloqam yo'q, lekin men Nafisa o'z bildi dedi. Voy Nafisa nechaqdan beri ilqari dada leli bo'lgan bilan bu mujonlarning oldiga kirganda zot dedi albatta mana. Hay muborak degan naqshlar qo'yildi-da asli bu yerda bo'pti menga. Birayam yoki muzikani kirishtirmaydi. Kiradigan bo'lsak, mana bu uydagi butun shu 72 kishinin hammasi jadid hammasi bo'xshaydi. Ammo nima degan qizg'in, nima degan yaxshi opisining mijozini demayli qo'yay Farruxning, ammo lekin keyinda ko'rsa Farruxning opisi Nafisaga yomon o'xshamdi. Bu Nafisa Farruxning opisiga yomon o'xshamdi. Keyinda motorga mundoq qarsam, qo'yin yorug' hijat edi. Voy, bu Farruxning opisininki bakastaydiligini ko'rdinglarmi? Ash kichik tortning ustiga yozgan xatlarda bu opasining Nafisani qo'yinchilik yaxshi ko'rganligini ko'rib olsanglar bo'ladi. Shuning bilan men yana qiliqsizlik qilib ulgadim, mana shopping vloglarni ta'tilganga cho'qim sizlarni ko'rdi debchi. Amiyadi ma qizil kiyim bilan meni uchimga yeshil kiyimni bizning bir do'stimizning do'konda olgan. Endi jititinglar so'ra, lekin hozirgi vaqt o'tib ketdi, lekin yozlik kiyimlar yomon payza yaxshi ko'rsanglar sizlar opasga aytib qo'ymayman. Ha, mana dasxonlar tizilib Farruxjonning dadasi bizga degan kata go'shtlarni suyib, miyada tilib, yanglar qizlarim deb, ammo lekin bu dasxonga qilmishlar. Nozumatlar chiqsa yemay tura olamdiq deysizlar. Yeb sevmagan vaqtlarimiz bu. Bulabda endi xo'shallikning ustiga kelgan bo'lganki, yeyli deb ilinga deb tortinib, bu yerda Nafisani to'liq xijil qilib, men Nafisani bundan xijil bo'lgan holatini qattiq ko'rib boqmabdi ekanman. Kulgim kelib, teliqib qoldim. Birdam soz qilib jiliqib o'tirgandim. O yerlarni chiqardim. Bo'ptilar, endi bek uzrab ketar ekan bu vlog debchi. Shuning bilan yerlarda tomoqlarni yeb, endi paranglashib, mundishib o'ltirgan bo'ldi. Ammo lekin shunchalik chiroyli dasxonlarni sepib, uchimizni shunday go'zal kutib oldi bu jamoat. Shundoqmi bir o'zimizning uyga o'tirib yegandeklam erkin azada paranglashib, mundishib ketibdi. Shuning bilan bu yerlarni bekchiq tatmidik, bekchiq mazmuni yo'q bu yerlarda. Chunki asosligi hamda miyaga qoida bilan kirgan bo'lgankin, gap so'zlar boshlanib ketdi. Unda bo'lsin buning bir naq maydonni ko'rib boqamsizlar. Qani ko'ringlar. Xo'shallik bo'ldi. Bizning hisoblarimizga kelsin. Bu do'stimiz Farruxlar, do'stimiz Nafisaniki endi umrlik yo'lga qadam og'aliqidan biz bu do'stimiz bizga qo'shildik. Endi shunchalik hayajonlandik. Abay deyishganda bilgan bo'lsak, boldiroqlar qilayotganimiz bilmay qopdi. Bizning umrimiz yalinib o'xshaydi. O vaqtlarda Farruxjonning Nafisaga ko'ngil tushirganini bilgan bo'lsak, lekin Farruxjon deb chaqirayotganimiz deyman. Lekin bu tarzda mushkullarga yuzilganning biri o'z ushbu aytdi deb o'ylayman. Shunaqa Nafisa do'stim vakolatdan endi ishga so'z qilish Kristina esa bo'lganligini o'zim shunchalik qo'shiladi. Chunki men Nafisa bilan olamiz. Ikimiz bir bog'li hisobda. Bizning ota-onamiz ham biz bilan. Biz ashta bundan sapsanlarda men dadam qonunida bo'lgan esa cho'g'an. Endi Nafisaniki mijoz qaraytamda endi biz bilamiz bu yerda turgan o'zimiz. Do'yinda bekrek birudi hammadan mijozini. Faqat uchuq. Ko'nglimning bosh shunday, hech qanday yomonlik yo'q. Bir kishi yomonlik qilsam kerak qizlar emas. Lekin o'zing ishlarni yaxshi joy-joyda vaqtida aytmoqlaydi. Lekin bekchanlik. Biz bu odam xil-xillar aralashishda, bizning bu aralashgan qizlarning mijozimiz, biz hammamizning mijozimiz jallob. Qizlar o'qaga yerimiz bor, lekin o'g'amal qo'ygan bo'lsa, balki chiqishlarni qiytashimiz mumkin. Demak, o'g'amalda jasoratga ega bir qiz. Ana lekin Nafisaning albatta ortiqchiligiga haddamda kamchilikmi ortiqchiliklar bilan mangdu. Hammamizning kamchiligi bor. Bizmi ham shu. Bizmi kamchiligimizni to'y qilib, orqadan to'y bo'lgandan keyin abilat nurg'on ishlarni tuzish qilib qilganlar. O'shani Nafisa do'stimizning azur ko'p kamchiliklari bo'lsa, endi dadamiz bilan opamiz o'zaro bir qo'llab uyutib,
Qabo g'ayyaringlar bo'lsa, o'zinglar deyishib chiroyli, hamda chunki bu Nafisani biza erkin cho'ng'ashtimiki, nurg'un yerlarda, gap so'zlarda, ish harakatlarda hech qachon o'ylashamaylar. Ko'ngilinglar yapis qo'ygan ishlar bo'lsa, jimanlargiz, ko'ngil tuz do'stimning lekin hech qanday qiladiganimiz yo'q. Bence o'ylaylar bu og'zinglardan kirib, o'zinglarni degan yerdan chiqib, shu qilib sizlarga shunchalik vafodorligini yetkazaydi deb o'ylayman. Nafisam o'zim shunchalik bir qoidalik, bir oilada cho'ng'gan qiz. Datsapsining tarbiyasi shunchalik cho'ng. Bulubni opsining tarbiyasi, opsini o'qituvchi bo'lgan keyin bir dabam shunchalik tarbiyani qildi. Bunga desam ishkilisiga. Shunga bunun mayli cho'nglarni oldida bo'lsin yoki boshqa kichiklarni oldida bo'lsin. Yaxshi yerik buniki bir kichik bir kibr yo'q do'stimlar. Shu tarafining mayli cho'nglar bo'lsin, mayli kichiklar bo'lsin, hamma shunchalik yaxshi ko'ramiz, hurmatlaymiz do'stimlar. Shunga endi datsapsining shunchalik yaxshi tarbiyasini olgan do'stimiz. Shunga Nafisani yaxshi ko'rib, yoqtirib, oilalarga, jamiyatlarga qiziqib aytadiganlarga shunchalik qo'shildim. Lekin avval qarsak opashning mijozim shunday ochiq yo'riqkan, gap so'zlarim shunday qilib ba'zida biz qo'rqib qolgan bir tipga opashlar emasga. Demakki, ularning mijozim shunday chiqish oladi ekan. Sizlarga oppa qiz emas, ona bola emas, bir xilal sinlarga uch kishi qiladiganlar kishandoq. Ortiq gapni qilmay, do'stim Nafisani sizlarga akaga ozroq ko'ngil so'g'isi ekan. Shu so'g'itini berib olgan bo'lsa, qoida bo'yicha bo'lsa, endi bu so'g'atlar ko'ngillar kerak bularni bilmayman, lekin keyincha bo'lsa yana davomli o'z yaxshi to'liqlab, o'zining vazifasini yaxshi ado qilib qo'yadi. Endi bizda endi do'stlar va har qanday vaqtda bir ishlar bor desa, biz maytisdak deb tura olamiz endi. Shuni sizlarning endi do'stimning har vaqt kuchqonlarni kam ichib turib, o'zlarini qizg'in o'xshash ma'lum qilib, shuni umrlik vaqt uchun Farruh Mutlisa, bu albatta tirishidi. Albatta sizlarni qo'llab-quvvatlashinglarga umidda. Rahmat. Burada yüksek sözler misiniz? Qizg'in chavak ham ya chavak keldi balla, bo'lmay qavatsizlar shashatirgan jalliqa denzan gonjularni qilib niyati chavaklarni berib, men uchun yaraysiz deb hadis qo'yishni unutqanman. Ammo lekin mana bu shundaq yigit tarafdan uyga kirib, tatini qoldim, meni gaqilmaydim, qilish beringlar deydiganinglar bo'lsa, mendaq oldin ola yig'ilsdi juma meni endi turib olay, chaq-chaq qo'ydim. Lekin meni shu do'stimninki har qanday cho'ng kichik ishida yenilib tura olganligimizdan biz shunchalik xo'shal ham o'zimizmi har vaqt o'zimizni shunday baxtli his qilamiz. Do'stimni o'ta baxtli his qilamiz. Chunki do'stimizning baxtini ko'rishdimi ortiq baxt bo'lmasi kerak. Xo'shalligini ko'rishdimi ortiq xo'shallik bo'lmasi kerak. Do'st bo'pdik, aralashibdik, har qanday cho'ng kichik ishlarda birga yondash bo'lib o'tibdik. Albatta, bundan keyingi har bir xo'shallikda bo'lsin yoki qayg'uda bo'lsin, hamma minut soatlarda yana birga bo'la olishga biz har vaqt endi tayyor turamiz. Shuning bilan birga mana Nafisam shunda chiroyli holatda Farruhning uyiga kirib, qaynotasi qaynopalari bilan ko'rishib, jadid jamiyati bilan tunishib, shundan chiroyli dasxonlarini mushu berib oldi o'zining ko'ngil so'g'larini. Undan boshqa mana Farruhning opasi shunchalik chiroyli qoidalarni qilib, Nafisaning hurmatini qilib, bu uydagilarni, jamiyatdagilarni voy deb ish qilib Nafisani shunchalik yaxshi ko'rganiga beshida ilib ko'tarib otdi. Bu jihatlardan ko'rib biz shunchalik xo'sh bo'ldik. Boshqa ish nimaga ekran oldiriki, mushu Nafisa mayli tunsin, tunmusin, chiqib Nafisani yaxshi ko'rgan barcha fanslarmi Nafisa uchun shunchalik xo'sh bo'ldi deb o'ylayman. Hamda Farruh ikkisiga bakchiq baxtlarni tilab ketibkansizlar. Bundan bakmi suyunib ketdik. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Shuni so'g' salomlarni qabul qilishib, o'zaro rahmat deyishib qildik. Hamda yana bir ishga qizgab. Sizlar rahmat. Nafisa do'stimizni shu uyga kelin qildik. Hamda o'zingizmi qo'llaringiz chaqqan qilib do'stim. Qilamiz bizga telefon qilsangiz o'zimiz qilish birimiz. Jumada qachon jonisizni ish qilish evanji so'q qiladi. Mana asla ko'rgandek shunchalik g'albilik holatda do'stim bu uyga salomga kirib oldi. Oxirida bunday shpik rasmdan tat qo'yasan Farruhjon yilatdan yana xijil bo'layotib o'zi uyda o'tirib xijil bo'la oladi bu bola. Ova, shuni olamdan illiq bir oyilni shpik tat qo'ydi. Endi ko'ringlar, opisi bilan o'xshamdigan qiyin opisi bilan va Farruhning opisi bilan Nafisani o'xshig'ini ko'ringlar. Men hayronlik qoldim. Bu fuchishanda Farruh shikisini damamikin desam, bu Nafisa qiyin opisiga dehshat o'xshayotgan emasmi? Shikon demiş buna o'xshaysizlar deb kirish qilibdi. Men u kuni ish qilib ko'zdagmisan demek mana o'ziniki jamiyatini tepibdi Nafisami, ammo lekin bu jamiyatga hammasini Nafisani shunchalik yaxshi ko'rdi. Demak qolganini endi to'yda o'ynaymiz. 7-ayning 16-kuni bugun kechdan Nafisaning maslahatching muborak bo'lsin deyishni unutmanglar. Agar maslahatchining vlogini ko'rman deydigan do'stlarimiz bo'lsa, yana denzan guanjo qilishni unutmanglar. Chiqirib bermayman. Amsa ma'qul, xayr xo'sh.